Men o'zim esdan chiqarayotgan modellar ham borgan sari ko'payib ketib qolyapti. Sizlarni uylarga maxsus mashinalar qo'yganmiz, xudo xolasa. Maybach yangi kelgan 2026 modellarimiz, servisimiz ham pastda joylashyapti. $550 ham ideal modellarimiz bor, ko'rasizda. Ro'ylar verotrnovlarmi, lijalarmi, hammasidan bor. Bu olayotgan sertifikatlarimizni mana birin-ketin ilishib boshlaymiz. Assalomu alaykum, Adixni kuzatib boruvchilar. Mana sizlar uchun YouTube'da maxsus video ishlayapmiz. E'tibor beringlar, mana shu videoni to'xtatmasdan turib, Qumarti showroomimizni to'liq tanishtiramiz. Joyimiz, lokatsiyasi Qumartda joylashgan. Qo'yiluvdan va o'zgarishdan Betonka yo'ldan kelishda o'ng qo'lingizda, qo'yiluvdan kelsanglar chap qo'lingizda keladi. Xudo xolasa navigatorda Adix yozsanglar chiqib keladi. Xo'p, bizani parkovkamiz juda ham katta joylashgan, bemalol qo'yishga sharoitlar bor. Nomodo agar biz 2026 da reja qilganimiz bor, sizlarni uylarga maxsus mashinalar qo'yganmiz, xudo xolasa klientlar uchun ovora olib kelib yurish uchun. Bizani do'kon ko'ryapsizlar, podvolda 400 kvadrat, birinchi etaj 400 kvadrat, ikkinchi etaj 400 kvadrat va uchinchi etaj 400 kvadrat va terrasada ham showroomlarimiz bor. Hop, sizlarga bugun qisqacha birinchi etajdan tanishtiraman. Ketdik. Hop, bu birinchi etajli showroomimiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana yoqda Tokyo, Bali, Maybach yangi kelgan 2026 modellarimiz 88 077. Bu yoqda ko'ryapsizlar, Florida har xil ranglari, xudo xolasa hammasidan bor bu yoqda. Bular hammasi 2026 modellar, 2025 eski modellarimiz tepada joylashgan. Xudo xolasa hamma sharoitlar bor. O'zingizga yoqqan kresloni kelib ko'rsanglar bo'ladi. Va hozircha vaqtincha turgan mana bu trenajyorlarimiz pastga tushadi. Hozir yanvar oyida bizda pastda remont ishlari ketyapti. Xudo xolasa servisimiz ham pastda joylashyapti. Xudo xolasa uni ham keyingi videolarda to'liq tanishtiramiz. Bu yerda ko'ryapsizlar, har xil turdagi trenajyorlarimiz ham bor. Bego'da o'rishganmi, verotrnovlarmi, lijalarmi, hammasidan bor. Endi sizlarga ikkinchi etajni tanishtiramiz. Bu yerda kelganingizda zo'r tarafi mana maxsus bu yerda o'zi menejerlar bo'ladi sizlarga tanishtirish uchun. Bu yerda dam olishga joylar bor, oilaviy kelsangilar va ichkarida ofislarimiz bor. Bu yerda pergovor qilgan joylari ham bor. Bu yoqning o'zida mana yana bitta tanishtirib ketaman. Bu yoqqa kelib o'tirganingizda bizada video orqali katta ekranda to'liq kreslolarni ichki holatlari, qanaqa effekti bor, qanaqa ishlatsa bo'ladigan tanishtiruvlari shu ekran orqali yoritib boriladi. Bu yoqda ham ko'ryapsizlar, alohida divan joylashtirilgan. Oilaviy kelsanglar, misol uchun o'tirishga, bu yoqda suv, puli, kofe, choylar hammasi sizlar uchun qilingan. Bu yoqda ham ko'ryapsizlar, xudo xolasa shu yerda o'zida 80 dan ortiq kreslolar joylashgan, ko'ryapsizlar, har xil modellar. Bir xillik yo'q. Misol uchun hozir chiroqlar o'chib ekan, men sizga yoqitib ko'rsataman. 3.7 555 hadoga ketayotgan modellarimiz Madrid, Seul koreyskiy modellar. Mana bu yerda skeletlardan qilib qo'yganmiz kreslolarni. Kelasizlar, mana bu yerda ko'ryapsizlar, 8 lar. Chiroqlar yoqib qo'rsam bo'lar-ekan, Abdurazzoq. Jivoy ketyapti, ko'ryapsizlar. To'xtatmasdan. Sizlarga tanishtirish ham. Bu yerda 7X modellar ko'ryapsizlar, ranglari. Bu yoq Tiffany 717. Biznes uchun bizdan ko'pchilik so'rayotgan 044 har xil rangi, seri, jigarin, mokriy, mana bu yoqda oq, молочный, mana bu yoqda 055 va 077 modellar mana. Bular hammasi biznes uchun eng zo'r ketayotgan modellar. Mana qora rangi ham o'zgacha. Bu yoqda Milan modellarimiz, 111 Pro, Maybach modellarimiz, Florensiya mana yulduz bo'lib sotilayotgan modellarimiz, 07S. Bu yoqda ko'ryapsizlar. Xullas modellar juda ham ko'p. Men o'zim esdan chiqarayotgan modellar ham borgan sari ko'payib ketib qolyapti. Xudo xolasa yengillik qilish bo'yicha biz har kuni izlanyapmiz va aksiyonlar ham bor. Endi 3-etajga yuramiz. Adix o'zi asosiy Adix showroom o'zi 3-etajda edi. Xo'p, bu 3-etajimiz hali bolalar kelmagan. Biz hozir ertalab olyapmiz ishga kelishimiz bilan. Xo'p, bu yoqni ham ko'ryapsizlar. Katta assortiment, bu yoqda aksiyonlarimiz bor. Bu yoqda ham ekranda, bu yoqda o'sha divanda o'tirib turib, ekran orqali kreslolarning ma'lumotlari yoritib boriladi. Xo'p, svetlarni yoqib olamiz. Xo'p, bu yoqda 500 modellarimiz,
23 modelli 787lar. Bular ko'rasizlar, ultrasi bor, prosi bor, maxi bor. Har xil toifadagisi bor. Bu yoqda ham mana yangi modellar bor. Bizdan ko'pchilik narx-navolarni so'rashadi. Hop, narx-navolari bizda hamma narxga bor. Kelasizda, misol uchun, mana shu modellarni olishingizga qarab turib, mana 550 dollarda ham ideal modellarimiz bor, ko'rasizlar. 300 model, 650 dollardan ikkilislar bor. Ko'pchilik endi kelmasdan turib qimmat deb o'ylashi mumkin, lekin bizning do'konga kelgan odamlar arzonligi va sifatli eng katta assortiment shu yerdaligini bilib, aniq o'sha kelayotgan odamlardan 99% shu yerdan xarid qiladi. Okalar, shuni eslab qolinglar. Eng to'g'ri tanlov, eng oilangiz uchun foydali bu Adix. Xudo xolasa, yana hozir 2026 yangi modellarimiz ishlab chiqarish jarayonida ketyapti. Uni ham zavodda alohida video qilib tanishtiramiz. Xudo xolasa, hozir joy holatda kreslolarimiz paka shu modellar bor. Adixda mana shu devorga xudo xolasa biz o'zi reja qilganmiz. Birin-ketin o'sha YouTube olayotgan sertifikatlarimizni mana birin-ketin ilishni boshlaymiz. Mana bunday qilib, bu ko'rvosda KX ko'rgazmasida ko'p o'sha kreslo sohasi bo'yicha biz o'zi qatnashib turib, birinchi o'rinni oldik. Eng yaxshi o'sha sifati bo'yicha, showroom bo'yicha xudo xolasa mana sekin-sekin mashinalarga sertifikatlarni yig'ib boramiz. Bu o'sha devor bo'ladi. Mana bunday qilib tokcha ham qilamiz. Mana bunaqa o'sha tokchaga shunaqa unvonlarimizni qo'yib boramiz. Jivoy ko'rasa, showroom kelganda. Ukalar, xudo xolasa sizlarga qaysi model ma'qul bo'lsa, onlayn buyurtma ham bersanglar ham bo'ladi. Xudo xolasa ofitsial saytimiz ham bor, adix.uz yoki Telegram, TikTok, Facebook, Instagram orqali ham buyurtma bersanglar ham bo'ladi. Xudo xolasa 24/7 bizning call centerlarimizda ishlab boryapti. Bemalol aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.